Akalar, mana konditsioner jaluzisini qarang. Holatini. Ofisga kelganmiz. Shivaki kasseta fankoylarini tozalab berish uchun va holatini ko'rib turibsizlar, juda ham og'ir ahvolda tozaligi. Agar filtrni vaqtida tozalamaydigan bo'lsa, nima holat yuz beradi? Filtrdan chang o'tib radiatorga yopishadi. Radiatorda bo'lsa chang yig'ilib ketgandan keyin radiatorlarni sovutish koeffitsiyenti pasayib ketib qoladi va konditsioneringlar yoki fankoyinglar umuman sovutmay qo'yish ehtimoli ham bor. Shuning uchun bunaqa konditsionerlarni 1 oyda yoki 2 oyda tez-tez tozalab turish kerak bo'ladi. Endi filtrini har 15 kunda tez-tez tozalab turadigan bo'lsangiz, bu sizga hech qanaqa xarajatga olib kelmaydi. Lekin siz agar filtrini tozalamasdan tashab qo'yadigan bo'lsangiz, bu endi radiatorni ham ichini ochib tozalashga to'g'ri keladi. Bu sizga katta xarajatga tushishi mumkin. Endi kassetali fankoylar patologda, ya'ni shiftda turgandan keyin u changan bo'lib ketadi. Shiftingiz ham chiroyli turishi uchun ham tez-tez tozalab turishingiz kerak. Bu ichki tomoni bo'ladi. Ichki tomoni ham ko'rib turganingizdek chang o'tib, ichi mo'g'allab ketishgacha olib kelgan. Hid ham chiqishi mumkin, konditsioner yaxshi ishlamasligi ham mumkin. Oqibatda siz katta xarajatga tushasiz. Shuning uchun tez-tez tozalab turamiz. Akalar, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin yoki filtrini tez-tez tozalab turinglar.